Agar o'lsam yuzim tushidarmi? Allohim yonida turishga iltimos kelmay tur qiyomat. Hop, hurmatli o'quvchilar, mana shu bugun nechalash tajribada ko'pchilik yaxshi ko'rib, ko'pchilik duo qilgan nasib etdi. Mana bugun Sanjar Bekamiz o'rnidan ko'zimiz o'ylab jannat bo'lsin. Ko'pchilikda qalbida jo'ygan ukamiz hamma yaxshi ko'rardi. Keyin mashg'ulotlarda mana o'sha o'limlar bo'ldi, mana dada olamdan ko'z yumdi. Undan keyin singillari mana bugun Sanjarbek ukamiz chindan ketdi, oramizda yo'q. Mana kecha Sanjarbek Jenchamiz mana chindan ketdi. Mana kecha qo'yib keldim, kecha shomda. Juda ko'pchilik hamdardlik bildirdi, hammalarga rahmat. Mana Pataga keldik. Bunaqa bo'lish darajaga bo'lish uchun bunaqa inson juda vahshiy bo'lish kerak. Bitta odamni o'zini, bitta odamni pichoqdan tushgan uchun odamni bu didasi o'tda ham katta narsa ko'rib olgan bo'lish uchun bitta odamni mushura olmaysiz betiga qarab. Teng bo'lib bola nogiron bo'lsa, endi rizq shartgacha ekan endi shu. Endi nima maqsad bo'lganini men tushunmadim. Faqat boylik bo'lmasa boshqa bo'lmaydi. Endi hozircha biz ishlab yurmaymiz. Hamma narsa ekspertizalab to'liq tugagandan keyin bir natija chiqadi. Alloh sabr bersin.